Hammaga assalomu alaykum. Xiva shahar G'oshchi mahallasiga keldik. Sizlarga Premoy egaladan 2 xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Shu 2 etajli domimizni birinchi etajida bo'ladi ekan. Shu birinchi kvartiramiz ena. Zinadan chiqqanmiz, o'ng qo'limizdagi. Orientir manzaraga keladigan bo'lsak, do'rimizda ena Engelik mahallasiga ketaverish ko'chamiz bunda ena. Uglovoy mestada zapravka bor, benzin zapravka, avtomoyka, sammoy, Aryana taxta bozor, do'raga sezdi. Chap qo'limiz Xiva vokzal, tunnel tomon. Qavra kombinat bobonda. Qavra kombinatdan keldingizda, Dash bozorning svetoforni o'tdingizda, ana keyingi aylanmadan bana getsangizda Aziya gastitsasi bo'ladi. Taxta bozoriga yetming, bana girasizlar. Garadoka. Yana Garadokda aytiladi bu yerlar. Girib kelingizdan birinchi uglovoy mesaj joylashgan. Yo'l ustidan ko'rinadi bu domimiz. Hurmatli obunachilar, yana banamizda Mansurani sport zali bor. Sal aroqda. Boksyorskiy zal. Gaz, suv, internet, hamma qulayliklar bor. Maktab, bog'cha muammo yo'q dedilar. Shu oraliq bilan chiqsalar maktab bog'cha boradi dedilar. Lekin domimizning orqasida toza maktab qurilib turibdi endi. Yoddan chiqartir. Toza maktab bog'cha domimizning orqasida bo'ladi yana. Keling. Xo'p. Bunda yana aynasi, spalnimiz aynasi bo'ladi. Gaz uchochklari bu yerda joylashgan. Bunda yana giraverish qismimiz yana. Damir eshiklari bor. İçanı atapleniya bo'lgan shpaklovka holatida. Bismillah. Yana bir aboyla yapıştırib berasa, shpaklovkadan chiqarib patologdan ishga qo'yib turib, patologimiz natijali koridorimiz girerimizda, o'ng qo'limizda. Ko'rsatib berasiz, o'ng qo'limizda. Hojatxonasi bo'ladi ekan. Unitazlari, rakovinalar bor. Yana hurmatli obunachilar, banimizda dushovoyat qo'yib turib, yana issiq so'q suv muammo yo'q dedilar. Kafildan chiqib turibdi ekan. Berimizda kladovkasi bor. Sal keyinroq bossangiz, bu xonamizni ko'rsatamiz. Yana bu tarafimiz spalnimiz, spalni xonamiz ko'rinishi. Yana shpakovkadan chiqarib tayyorlab qo'yibdilar. Lyustrasam bor ekan. Berimizda yana oynalari. Hurmatli obunachilar, xo'p. Endi hol deymizmi, dalan deymizmi, ishning xonamiz bo'ladi yana. Bunda televizor qo'yibdilar. Natijali bo'lgan lyustralari bor. Balkonimizni kuxnyasi qo'yibdilar. Banamizda bir xonamiz bor. Keling, men desindan ko'rsatib berasiz. Yana berimiz spalnimiz yana. Chamli. Eğer gaz yo'q yerdagi yurtdoshlar bo'lsa, olib qo'ysangiz bo'ladi. Qishki kun o'ngish baqa ajoyib yana 3 tane xona bo'ladi o'rtasi bilan, dalan bilan. Bu tarafimizda mana plastik ramlarni aynalari qo'yilgan yana. Falga bilan beklab qo'yibdilar. Batareyasi bor. Atapleniya bo'lgan issiqqina. Bunda televizorlarni qo'yibdilar. Xalasangiz bir spalni mebel yasatib berasizmi? Ikchamlatib planlashtirasiz. Hurmatli obunachilar, yana berimiz kuxnyamiz. Kuxnyamizning ichini ko'rsatib berasiz. Xolodilniklari, bunda kuxnyning mebellari, gaz plitalari, hamma narsasi shkarniy bo'lib turibdi. Do'rimizda kotyolimiz. Kotyoldan bir ko'rsatib berasiz operatorimiz. Yana kotyolimiz ekonomish kotyol dedilar yana. Xonadonimiz issiqqina, patologimiz plastik ekan. Bir chiroyli aboylarni bosib berasizlar, chiroylatib ajoyib kelib yashayverasizlar. Aziz obunachilar. Xo'p, kadastr hujjatini keladigan bo'lsak, absolyutno muammo yo'q dedilar. Kadastr tekshirib notarius baraka qilaverasizlar. Har doimgidek bizdan ko'rsatib berish, narxini keladigan bo'lsak 16800 aytilish ekan. Hozirgi kunda shu 201 million olammi, примерно plus minus bilan. Kelib, ega bilan uchrashib, bemalol kadastr tekshirib, shu aytganimizning notarius baraka qilaverasiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, like'larni kutib qolamiz. Ushbu videomizni Xiva shahridan, G'oshchi mahallasidan yashashi tayyor ajoyib Fayzaxon izlab jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.